Zapis qo'shildi. Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Bizada razgon darsida boshidan bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Sizlarni razgonga targ'ib qiladiganim yo'qman. Chunki ko'p o'quvchilar razgon qilyapti-da, puli minus bo'lgandan keyin meni ayblab qo'yyapsiz, menga razgon darsini o'tgan deb, u yo'q, bu yo'q. Razgonga targ'ib qilish yo'q. Ustoz, razgonni foydalanib qilamiz bo'lsa bering tamom. Razgon. Azarsiz razgon. Pul mag'za razgon. Ekraningizda ko'rinmayapti. Men bu xilonda qatib qolganmiz biz. Da ko'rinmayapti. Hozir bo'lmadi. Endi xilonda o'ziga access berib qo'ygan shekilli. Da, bo'ldi, u ket. Bo'ldi, ko'rinyapti. Esendi razgon, esendi mavzusi ham o'tilgan, supply diamantlar. Yo, shu esenga qolib ketganda bizda brat. Esendi qolib ketgan. Manda 5 ta dars o'tilganda-da. Oxirgisi SMR edi, FIBO bilan. Nimalar o'tilgan o'zi? Adash. Bozor strukturasi, trend liniya, davom etuvchi razvorot modellar, Fibonacci 050618 va 6-dars 0786, SNR 7. SMR shundan keyin to'xtagandik. Bo'ldi, tamom. Esendi patom 1618 o'tilmadi? O'tilgan. 1618 o'tildi. Ha, 8 dars bo'libdi, hozir 9 bo'lsa, keyingi dars esendi qilamiz, xudo xolasa. Bo'ldi, men. Yes. Bizda razgon deganda mana bunaqa narsa bor. Balans to'g'ri boshqarish degan mavzumizda tradingda 4 ta shotimiz bo'ladi. Stabil, scalp, razgon, capital, ya'ni kapital shot. Birinchisi ketdi. Alabek. Alabek o'rgansan. Ballish flag. Endi qaranglar. Azarsiz razgon M1, M5 da modellarda bo'ladi. Modellarda bo'ladi. Narx nima qilardi? Ya'ni swetcha, ya'ni model aktivlashtirishimiz uchun narx tana bilan yorardi-da, tasdiq berardi. Tana bilan yordi, tasdiq berdi bayga. Hop. Ishlaymiz. Tana yordi. Fibonacci'da M1 va M5 da narx model yasaganidan so'ng swetchani tanasidan, ya'ni tanadan minimum soyaga tortiladi. Endi qoidalari $100 shotga 0.30 lot, $300 shotga 0.80 lot, $500 shotga 1-2 lot bitim taqsimlanadi. Bu ya'ni qoidasi. Bu nima degan? Misol uchun deylik, entry zonalari Entry zona 0.5 hamda 0.618 bo'ladi. Stop loss zona bo'ladi, 0 bo'ladi. Stop loss 0. TP zona 1.618. Endi narx tana bilan yoradi. Tana yorgandan so'ng tanadan minimumga tortasizlar. Entry zonalari 0.5 hamda 0.618 bo'ladi. Narx zonaga keladi. Impuls bilan ketadi. Qanaqa holatda savdoga kirasizlar? Misol uchun $100 shotinglar bo'lsa, 0.03 dan 10 ta bitim qo'ysanglar bo'ladi. Buy limit qo'yasizlar. Urushni savdoga kirmaysizlar. Buy limit bilan ishlaysizlar. Qoidasi shu. Chunki bu azartsiz bo'lyapti-da. Keyingisi misol uchun deylik, yokida W modelyasi edi. Tana yoradi.
tanadan minimumga tortiladi. Entradan dash ketadi. Bu azarsiz razgon kiradi, ya'ni entra zonalari 050618 stop loss 0, ana take profit 1 1618 zonamizda turadi. Keyingisi full margin razgonda qanaqa ishlanadi? Full margin razgonda switch buni hozir qanday screenshot qiladi ama ya'ni full margin razgon. Bu ham modellarda bo'ladi. Modellarda M1 hamda M5 time frame'da entra zona 05 0618 0382 hamda 0236 zonalari bo'ladi. Stop loss 0, take profit 1618. Misol uchun narx keldi. M model yasadi. M model yasaganidan so'ng tana bizaga nima qilardi? Ikkita maksimum zona kuchaygandan so'ng tana minimum yorib o'tgandan so'ng bizda aktivlashardi bu holatda. Xo'p, bizda aktivlashdi modelimiz. Tanadan Fibonacci tortamiz, maksimumga tanadan maksimumga. Chunki model aktivlashyapti. Entra zona qanaqa bo'ladi endi qaranglar. Fibonacci'larga 0382 bilan 0236 ni qo'sha olasizlar. Narx 0618 hamda 0236 zonaga kelganda 001 lotdan full ochasizlar. 001 lotdan full ochiladi. Entraga chiqadi, narx keyin dashi oqishni boshlaydi. Qoidasi tepa take profit 1 Fibo 1 o'rinda, take profit 2 1618. Ya'ni masalan deylik 0236 0618 dan full ochasizlar bo'ladi, mana shu yerdan full tiqib tayyorlaysizlar 001 dan. Stop maksimumda turadi. Va take profit 1 Fibonacci 1 o'ringa tushganda take profit 2 1618 zonalarida turadi. Bu bizda full margin razgon hisoblanadi. Hop. Keyingisi Fibonacci razgon. Fibo H1 0786 hamda 074 zona razgoni. Bu nima degani? Narx maksimumni verify qiladi va korreksiyaga tushadigan vaqtda Fibonacci'da tortasizlar minimumdan maksimumga. Bizga endi nima kerak? Faqatgina mana 074 hamda 0786 zonalari kerak bo'ladi. Narx bizda zonamizga tushadi, full ochamiz. Full ochasizlar. Full 001 dan 001 lot full. Endi qaranglar. Misol uchun deylik, narx minimumdan maksimumga tortganimizda korreksiyaga tushayotgan holatda entra zona, ya'ni 600 zona bo'lyapti, 0786 hamda 074. Zonadan full ochganingizda take profit 1 ila H1 time frame 50 pips bo'ladi. Take profit 2 trend bilan tushib ketasizlar. Ya'ni любой time frame da o'zi ishlaydi, lekin biz minimum H1 da ishlatamiz. H1 da tepa 1 50 pips, tepa 2 80 pips. H4 time frame da tepa 1 80 pips, tepa 2 150 pips bo'ladi.
Ya'ni 0,786 hamda 0,74 zonasi razgon shu tartibda bo'ladi. Minimum maksimum Fibonacci shortlari narx 0,74 hamda 0,786 zonaga kelganda full ochiladi 0,01 lotdan. Narx bayga harakat qilishni boshlaydi. Rafaeldan tez tugab qo'ygan bo'lmaydi. O'shanga ko'proq olib olish kerak-da. Yolanda kartinka bo'lsa olib kelsalar, masalan, dars o'tib. Shuni shikoyatlar shu. Da. Hozir biz faqat razyon qilayotgan ekanmiz. U trade qilmasdan. Nimaga? Sud shunaqa ishlayapmiz hozir. Deyli, jab pul ochmasak ham 0,1 lotdan ikkita, 3 ta ochib kutib o'tiribmiz. Zo'r ana shunisi. Endi yo'qotamiz-da. endi razgon faqat H1 da bo'ladi. Misol uchun bizada bu yerda diamant zonamiz bor. Narx diamant zonaga tushganda birinchi hisobda biz nima qilardik? Oraliq masofani o'lchab olamiz, necha pips degan. O'lchab olingandan so'ng narx bizada SND ga tushganda full bitim ochiladi, full. Take profit 50 pips. Take profit 200 pipsga chiqib ketadi. Qoidasini yozaylik. Tepa 50 pips. Tepa 2 80 pips. Tepa 3 dash olib chiqib ketsa bo'ladi 100 pips. Narx zonaga kelganda full ochiladi. Sekin narx yurishni boshlaydi SNDdan. Yokida supply zonadan. Bu diamant bo'lgan bo'lsa, endi supply. Narx supply zonaga kirganda full ochiladi. Narx sekin trend bo'ylab oqishni boshlaydi. Bitta narsa, supply avval SN zonada ishlamagan bo'lishi kerak. Misol uchun deylik, stabil shortlarga limit qo'yib qo'ysanglar, razgon shortlarda minimalka bilan ishlasanglar, razgonda full, stabilda o'rtacha risk bilan ishlasanglar bo'ladi. Buni qoidasini 0,01 dan full. Tamam. Endi razgon shu. Bozor hozir holatini ko'rib olaylik. Bitta mana SNR bo'lib qolibdi. Bitta SNR. Korobkaga tushib qolibdi, kichkina time frame'da ham. Shunaqa yarim soatlikda ham anaqa tushib qolganmiz. Korobkadan hozir flatdamiz. Flat bo'lmaydi-da, lekin bu zo'r bayga ta'sir beryapti-da. Retestda double pattern botdi. Tepadagi agar resistance zonani yorib o'tsa, normalni uchamiz. Normalni uchadi o'tsa. Bu double pattern qilyapti-da. Model usti model degan yaxshigina impuls beradi degan. Hop, endi newslar haqida gaplashamiz. Hozir avval razgonni kichkina time frame'da ko'raylik, realniy bozorda. Mana bu yerda zona 005 0618 kelgan nuqtada kiradi. Model bor. Bullish flag. Tana mana bu yerda yorgan minimumga tortamiz. 05 0618. Narx nima qildi? 05 hamda 0618 zonaga tushgan.
full bitim ochilgan va narx entry zonasidan take profitgacha 80 pip chiqib bergan. Yana mana bitta bearish flag bor. Kanada maksimum entryga chiqib impuls bilan oqib ketgan. Mana shu yerda savol tushadi mana. Mana shu yerda man noto'g'ri tortdim degan. Da. Xuddi shuni menga naqa qilyapti mana shu narsa. Take profit olgan ekan, men hovli qilman, uzr, keyin ko'rdim. Bu narsa ko'p yo'q. Bitta emas, mana ko'p juda ko'ryapti. Mana shu Fibo tortganda ko'pchilik mana. Hozir. Men kompyuterimga yoqsam ko'rmayman. Chekingni qo'ydim aka. Hozir. Jasho yoqishmayapman. Rasm qilib tashlayman. Hozir siz mana birinchi pastdagidan trendini tortdingiz, keyin tepasiga chiqardingiz. Yo'q, bu Asadbekka bu trend emas, bu model, bu bearish flag model. Da, model. Endi shu modelda anaqa chizayotganda, trendini chizayotganda hozir bilan birda siz pastga qo'ydingiz-da. Mana bunda. Haligi 1618 shunaqa tortilardi-ku. Yorib chiqqan switchdan tanasidan maksimumga. Ha, o'shanga aytyapman-da. Yorib chiqqandan tanasiga tortardik. To'g'ri, 1618 grantga borayapti, lekin yana boshqa tadan tortib ko'rsak, nargisidan tortsak ham u ham borayapti. U retest bilan borayapti. Pryamoy bo'lmasdan. Qarang endi, mana shu tipli narsa tushuntiray. Bu mana bu yerda mana bundan tortsangiz ham bo'ladi. Bu prost masalan mana bu yerda tek profit o'tdi-yu. Birinchi entryga ketdi. Keyingisida retestga chiqqan vaqtda yana qayta reentry qilsangiz bo'ladi. Qo'shimcha tasdiq SNdan olasiz. Plus modelda retest bunaqa vaqt hisob juda kichkina bo'ladi. Misol uchun mana shu nuqtadan kirsangiz, mana qaytganda hisobingiz 3 punkt bo'lyapti, 2 punkt bo'lyapti. Lekin 100 pipsga yaqin oqib ketgan. Bemalol retestdan qayta entry force bo'ladi. Biz men ishlaganim hammasi bir xil, xuddi shunaqa. Bemalol reentry qilavering. Yo retestdan kirilgan yoki buzilishi bilan bari majburiy entry qilamiz. Aniq. Buzilishi bilan kiramiz. Liniya yoki modeldan foydalanib faqat Fibo. 1618 kelgan zonasi. Entry zonaga tushgan vaziyat kerak. Mana bu men 1 minutlikdan zerikib faqat 5 minutlik o'tib olganman. Eng minimalkani 5 minutlik o'tkazganman hozir. 5 minut, 5 minut. 5 minut yaxshi yurayapti-da nimagadir. Naqaga nisbatan. Bu yerdagi entryga kelmagan. Biz boshqa anaqa yurishga olib boramiz. Mana bu kelgan bo'lishi kerak. Model yorgan, minimumga tortamiz. Kaks mana shu. Bizdan entry zonaga tushgan modeldan tortamiz-da, razgon nuqtada. Potom tana bilan yorgandan so'ng 0.5 ga tushgan, qo'shimcha tasdiq SND bo'lyapti. Razgon nuqtadan full kirilgan 58 dan 75 ga уже 160 pips surib bergan. Bu juda zo'r natija, full ochgan vaqtda. Juda zo'r natija. Da, u anaqada ham SND borga o'xshayapti shetada. Mana bu yerda SND bor, mana qo'shimcha tasdiq. U yerda ham bor haligi. Mana bu flagda haligi bor, 3 burchak model yasayotganda ham bo'lyapti, SND bilan. Bu yerda urilgan.
Hozir tashlayman. Bir marta mana shunga qanaqa qaraysiz? Esinab qilib oling. Bemalol esinab qilib oling shuni. Mana pastda aytyapsiz, bo'ldi. Mana bu yerda to'la esinlar bor, keyingisi siz mana bu esendini chizgansiz, все нормально. Anasi to'rt. Shu enter zonaga chiqadi oqadi. Endi keyin qoidasi bor, yozib qo'yinglar, bir kunda faqat bir marta razgon qilasizlar. Faqat bir marta. Mana bu yerda ham bizada berish flagga tana yorgan, tanadan maksimumga tortilgan 050618. Enter zonaga chiqqanda narx prizi 20 pips impuls bilan tashlagan. Razgon nuqta. Juddada asal nuqta bu. Full zonamizda take profit qarab kelgan. Yani 0 zonaga kelgan bo'lishi kerak. Mana bu kelgan ekan, mana bu yerda model bor ekan. Ya, o'zi take profit olgan ekan. Majburiy entraydan take. Shu majburiy entraydan kirib turib, keyin o'sharga kelgan paytdan razgon qilsak bo'ladi-da. Yo'q, lekin razgon shotda majburiy entray bo'lmaydi, jigar. Faqat entraydan kirasiz. Pastaga kelgan payt sud qilib tashlak deymanda. Bo'ladi. O'rtacha riskda. Lekin qarang, masalan, stabil shortga majburiy entray bo'ladi-ku. Minimal. Keyingi entrayda o'rtacha risk qilib bemalol kirib olsangiz bo'ladi. Qolganida keyin razgon qilasiz. Razgon shotga ham kirasiz, bundan ham kirasiz. Faqat shu bitta shot deb turibdi-da, endi o'shanga aytyapman. Bitta shot bo'lsa bemalol qilaverang. Bo'ldi. Yo, ana shu lekin ba'zi flaglardan zo'rlik qilib beradi-da bu, kuzatolmayman. Xo'p. Newslarda ishlash. Foydalar. Forex Factory saytidan ishlaymiz. Birinchi harakat. M1da. Ikkinchi harakat. H4 esinlar topilgan. Keyingisi. Endi qaranglar. News deganda bitta narsa bor. Newsda 4 ta nimadan foydalanamiz? Modeldan foydalanamiz. Ya'ni davom etuvchi modelimizdan foydalanamiz. Birinchi harakat M1 da aniqlanadi. Ya'ni sizlarda o'rgatilgan bizlarda nimada davom etuvchi modellar. Misol uchun deylik, qaraysizlar. Narx news oldi. Balish flag modeli ichida turibdi. Sizlar modelni ko'rdinglar, buy ochishni boshlaysizlar. Qaranglar endi. Keyin qoidani olamiz. 5 minut avval analiz boshlanadi. 5 minut avval analiz boshlaysizlar, o'sha misol uchun sizlar balish ko'rdinglar. Shunday 1 minut qolganda shunday bayga bitim ochib olasizlar. Bayga bitim ochiladi.
Demak, bitta impuls bilan o'tadi. H4 time frame'da ikkinchi harakatlarda SNR maksimumlarda SNR zonada bo'lsa, ikkinchi harakatdan oqib keladi. Bu holatda. Bu birinchi model. Ikkinchi model. Ikkinchi model yana M1da birinchi harakat topiladi. Maksimumda xuddi mana shunday kanal ichiga harakat qilyaptimi? O'ylanmasdan sel ochasizlar. Chunki maksimumda turibdi, maksimumda kanal yasagan. Bitta impuls bilan tashlaydi. H4 ta pastda SNR zonalarimiz bo'lsa, narx pastga SNRdan bayk ketishni boshlaydi. Ikkinchi model bu. Uchinchi modelimizda bearish flag yaslab keladi M1da. Bu holatda. Bitta impuls bilan tashlaydi, pastga SNRdan qaytishni boshlaydi. Uchinchi model. To'rtinchi model. Narx down trendga kelyapti M1. Va sizlar minimumda nima ko'rdinglar? 4-davom etuvchi model. Ya'ni minimumda kanal. Xuddi shu narsani ko'rdinglarmi? Bayga bitim ochishni boshlaysizlar. Birinchi harakat bayga, ya'ni 70% holatda ishlaydi hozirgi strategiyalar. Mana shunday kanal ko'rdinglarmi? Bo'ldi. 1 minut avval bayga bitim ochishni boshlaysizlar, bitta impuls bilan o'tadi, tepada SNR zonalar bo'lsa, qaytib keladi. SNR zonada mata ushlab bersak ham bilaveradi, to'g'rimi? Bemalol. Da, o'zini bizbitkaga tiqib. Bemalol. H4da SNR analiz, SNR'si kelgandan keyin o'sha sizlarga bitim ochasiz. Endi mana Forex Factory deb yozamiz. Mana sayt chiqadi. Qiladigan ishinglar birinchi bo'lib mana tepada kalendarga kirasizlar. O'ng qo'l tarafda filtr bor, mana bu nuqtada. Bosasizlar. Bizga mana papkani o'chirib qo'yasiz. Sizga faqat qizil papka kerak. Faqat USD paralarida ishlaysizlar. Faqat USD parasini olib qolin. Keyin apply filtrni bosasizlar. Mana bizada newslar. Keyingi qiladigan asosiy ishinglar vaqt soat ustiga kirib +5 tashkilni belgilab qo'yasizlar, tamom. Mana bizada newslar. Chiqish vaqtini yozib qo'yaman, 20:00:18:15 deb. Qancha nafarim chiqishi noma'lum ekan bu hafta agani. Endi qaranglar. Yana bitta ma'lumot. Mana bu holatda mana forecastga qarasanglar, mana forecastga berilgan bashorat, ya'ni qilingan bashorat previous o'tgan oy chiqqan natija, ya'ni newsdagi natijalar. Actual, endi aktualda o'qilam, actual deb o'qilam, bilmayman. Hozirgi chiqadigan misol uchun deylik 5-noyabr kuni soat 18:15 da news bor ekan. Qilinayotgan bashorat 28,000. Qoidani yozib qo'yinglar, qilingan bashoratdan chiqqan natija baland chiqsa, news selga chiqqan bo'ladi. Qilingan bashoratdan chiqqan natija past chiqsa, news buyga chiqqan bo'ladi.
Tamam. Kim qayeriga tushunmadi? Asadbek aka. Jigar. O'sha chiqishlarini qaytib tushuntiring ekan, bayga chiqsa, serga chiqsa, Mana bu yerda qilingan bashoratdan chiqqan natija baland bo'lsa, news selga chiqqan bo'ladi. Qilingan bashoratdan chiqqan natija past bo'lsa, bay, baland bo'lsa, sel. Tushundim, endi tushundim. Naobarot ekanda. Ha, nabarot. Yozaman mana. Mana. Hozir ana she'rdan o'zi sekin bayga qiziqib, ana tepani perixay qilsa, dalivka qilib ketsak bo'ladimi? Da, bemalol qilsa bo'ladi. Mana shuni kutib o'tdim. O'sha bu uchib ketadi bu. Da. Zo'r model yasadida, balishga. Chunki tasdiq bergandan keyin korobkaga tushib qoldi-da, bu ikkilamchi model, ya'ni model usti model yasadim, bu yana bay ketadi, ozroq harakat qiladi. Bu ertangi kun bay lekin ko'proq. Model usti model yasayapti chunki. Mana bu holatda Fibonacci tortilsa, entry zonasida turibdi. Take profit 64. Uni stopi qanaqa bo'ladi aka, shu qiziqmaganda o'zi. Bunday. Agar impuls bilan oqsa pastga, mana minimumda 0. Impuls. Entry zonamizdan take profitimiz hozir 700 pips turibdi. Bu degani hozir stopimiz 300 pips bo'ladigan bo'lsa, swing trade'ga kiradi endi bu. Take profit 1 ga 2 nisbatda turibdi. O'zi entry zonaga bir adashmasam bir 2 punkt qo'yibdi-da, to'g'rimi? 2 marta kelib bay ketdi entry zonadan. Endi baribir o'shani minimal SNR zona deb 3-sidan ham kiraversak bo'ladimi deyman, qarang. Ana bu ikkita kasani bergan-ku yerda. Da. Mana shu 3-sidan kirib olsak zo'r bo'ladimi deyman. Minimal ochib qo'ying. O'zi shunaqa bir 002 voltda ochib qo'ymoqchiman o'sha yerda. Uchib ketadi lekin. Shunday. Endi uchsin. Eng past zona nechida aka o'zi? Ya u pastdagi stop zonada turibdi. Yo'q, hozir 05-06 miz qaysi intervalga to'g'ri keladi deyapman-da. Hozir 05-06 qildiz-ku Fiboga? 4001 3993. Ha, bo'lmasa 96 dan kirar ekanmiz-da. O'rtasida. Men bitta 002 ochib qo'ydim. Sana ochib qo'yadi. Mavzu bo'yicha kunda endi qanday savollar bor, lekin tilla uchadi ertaga. Katta ehtimol bilan. Ko'rsatamiz. O'zi shu bugungi tushini kutib o'tirgandim, uchmay qaytib kelib qoldi-da. Tushirish kerak-da, jigar.
Masalan, hozir bitta 700 pip ucholmaydi-da, kuch kerak bozorga, kuch. Ha, yo'q, endi 80 pipslarga save qo'yardim, iloji qolmaganda. Agar Mana bu bitta impuls bilan uchirsa hammani boy qilardi-da. Hozir hamma sabrini sinaydi, bozordan chiqaradi, keyin bitta impuls bilan ketib qoladi. ha, shu. Mana bu hozir grafikimizni M300 da turibdi-ku. Aha. Qarang, oxirgi maksimum bor-ku, buzganda to'g'rimi? Yo'q, qarang. O'sha Braille flagimiz bor-ku, aka, Sardor aka. Mana bu. Ha, eng oxirgi tarafga Yorgan. Tushundim gapingizni, yorgan. ha, shuni 0506 dan setup qilaversak ham bo'laveradi. Bo'ladi. Shuni plan qilib o'tiruvdim. Bir ikkita sto degandan ko'ra qoldik-ku, lekin foydani chiqarib oldik bugun qaytib. Galava plecho yasab chiqib ketibdi. O'zi ishlab. Uchburchak model. Endi JP'ga ham bag uchirib yuboramiz. Model yasabchi. Uchadi. Karokaga turibdi. Bundan bittasi. Bagi va JP. Mana indekslarga savdo qiladilar, shunga qanaqa qaraysiz aka? Yo, indeks yaxshimas. Hmm. Liniya 3 kasani sel ketibdi. Zo'r, juda zo'r. Euro NZD buy. Esnar tepasiga bitta switch oladi, balki tanning tepasiga bitta switch olgandan keyin internetga qarshi oladi. Euro GPP. VIPga beruvdimmi deyman. Davay endi Sardor bir onasini emsib VIPga ham shu o'quvchilarni tiqay deb bir bizni ham tiqib savdo qilmasak ham ko'rib o'tiramiz. Ana. Savdo qilmasak ham ko'rib o'tiramiz, qanaqa entry bo'lyapti qaytadan. Endi bugungi entraylarni ko'rib chiqinglar. Ana bu yaxshi ish bo'ldi. Hali aytadi, so'ramasam bermayman deydi-ku shunaqa. Gap yomon bo'ldi lekin. Adashimizni cho'tkiga borib qo'yaganlar. Anasi qilsa bilayotganman-a. Ha, endi adashimni cho'tkiga borib qo'yaganlar deyapman. Sizni analiz qilsizlar, so'z ishonamiz aka. Pips. Manda botdi-da, tilla ham. Model yasagan. Bitcoinni ham ushuramiz, xudo xohlasa, oz qoldi. Hammani sergitib qolibdi. Impuls bilan chiqib ketadi. O liniyani 3-kasanasi вообще-то shikalat bo'libdi-yu. Oy. Mana shuni offlaynga birga qiluvdik.
Baribir klassikaga yetmaydi-da. Da, klassikaga yetmaydi. Ko'zing ko'rmayaptimi? Setda qo'ysa. Uni tashlamayin. Yaxshi emas. Yaxshi emas. Yaxshi emas, akasi. Hozir qaysi parani ko'raman dedim. Ha, Victor signalni tekshiraman. Amazon Buy. ikki yuz yigirma to'qqizdan berilgan ekan signal. Bularni ob'yomi mayda emasmi, aka? H4. O'n uch foiz. Plus 13%. Tushmay berishlar endi. 13%. Gazprom. Bu hali endi anday bir haftalikka berilgan. Bular ham kiradigan joyga kelib qolibdi o'zi. Baygami? Endi kelib qolibdi. Ozgina sabr qilaylik. 3996 bilan 90dan baykar qo'yish kerak bir ton. Shu pastroqdan kirib olmoqchiman, shu bilan bir 500 so'raymiz. Shu gapga mazoq qilganda chizama yuridis. Rostdan-da. Stop loss ko'ringlarchi, qachon olgan ekanmiz? 560 pips. Yo'qmi? Yo'q. 1300 pips o'sha kuni mana swing trade signal. 1300 pips yopamiz tepa olindi. Yomon o'qib qo'ygandi o'sha kundan keyin. H1 shunday korobkani yorgandi-da. Shu kattaroq M300 H1larda shu korobka zo'r ishlab qo'yib beryapti-da. Boshqa time frame'ga u 20-30 pips cho'ta qoniqtirmayapti. H1 Endi biz 20-30 pips trader emasmiz haligiga. yoqmay qolganimiz yo'q shunaqa narsa. Biz endi trade qilamiz, yuraylik-ku, bilasiz. Nasib bo'lsa birinchi razgondan sizni Instagramga отметка qilib qo'yaveraman aka. Tamam. Давай qo'yasiz. Birga 3 foyda olib chiqib qo'yaman. Gap yo'q. Nasib. Birinchi razgondan telefon minaman deysizmi? Yo'q, o'zi $50 razgon qilsam bo'ladi, $50 Bu $50 bo'ldi, olib chiqing davay. Birinchi Ha, bir shu- 1000 qiling. 1000 Ha, yechingi shu- 1000 qayta depozit qiling. Keyin uni stable shotga aylantirish kerak edi.
50 ming qilish kerak-da, mingni qayta depozit qilish kerak-da, keyin yetishga muammo qilmaydi. Unchalik ham katta razon qilib tashlamayman endi bir o'zimizga yarasha. Bozorga pul qolsin deysizmi? Ha, faqat biza olsak pulni keyin nima bo'ladi? Tushungan bo'lsanglar savollaringiz yo'qmi? Efirni o'chirsam bo'ladimi? Savollar yo'q aka, shu SMZ'ni nimadir qilaveramizmi? Endi nima, как положено deb beraman.